Tergov jarayonida har ikkinchi odam yo'l qo'yadigan xatolar. Siz bu xatolarni aslo qila ko'rmang. Birinchi xato: aybim yo'q, advokat shart emas deb o'ylash va advokatdan voz kechish. Bu eng katta xato. Advokat bo'lsa sizni noto'g'ri ayblash yoki huquqlaringiz poymol qilish ehtimoli yo'qoladi. Ikkinchi xato: hujjatlarni o'qimasdan imzolash. Hujjatni imzo qo'yishdan oldin tergov jarayonida gumondor, guvoh, jabrlanuvchi, ayblanuvchi kim bo'lishingizdan qat'iy nazar hujjatlarni to'liq o'qib chiqing yoki advokat bilan maslahatlashing. Aks holda o'zingiz bilmagan holatda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan hujjatga imzo qo'ygan bo'lasiz. Uchinchi xato: ortiqcha ochiq muloqot va emotsional gaplar. Hamma narsani aytib bersam tezroq qo'yib yuborishadi deb o'ylamang. Keraksiz ma'lumotlarni berish yoki asabiylashish sizga zarar yetkazishi mumkin. Huquqlaringizdan vaqtida foydalaning. Aks holda o'zingizga qarshi ishlashi mumkin. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turish uchun sahifalarimizga a'zo bo'lib, bizni kuzatib boring.